Oqshom İzmir ko'chalari, muxlislar mana bunday sport ko'rsatuvlarini birgalikda ko'rib o'tirishadi. Bu yoqda ham ana muxlislar. Basketbol tomosha qilishyapti muxlislar. Bostani bu İzmir'de ham futbol komandasi bor, ham basketbol klubi bor. Ana muxlislar. Ana bunday muxlislar bor bu yerda. Safarimiz davom etadi. İzmir bo'ylab 4-kungi safarimiz davom etadi. Boylar yashaydigan o'shalar ekan bu yerlar. Bu yerda juda ham qimmat uylar. Bunaqa klassik uslubdagi mashinalar ham bor bu yerda. Ajoyib.